O'riqlash mezgildagi 5 xato tushunchini so'zlab beray. Sizmi bilib bilmay mush xato ritmiga kirib qolmang. Ma filmga bir tal yurakni berib yutib, cho'qim qayt ko'rib chiqing. Men o'zim 85 kilodan 71 kilogacha o'riqlab bo'ldim. Har oyda necha yuz o'quvchini yetaklab o'riqlataman, ma badandagi o'zgarishlarni ko'rib baqsangiz bo'ladi. Birinchisi, tarazning ustiga san tushsa o'riqildim, tushmasa o'riqlimdim deb o'ylab qolmang. Eng yaxshi o'riqlig'imizdan derak beradigan ish nima desangiz, bizning bel aylanmamiz. Kunda bel aylanmani o'lchab berang, andan keyin o'zingizdagi burunqi tar kiyimlarni kiyib beqing. Shu kiyimlar cho'nkayotgan bo'lsa, siz o'riqildingiz degan gap. O tarazning ustiga vakillik qilgan san nima desangiz, uningda ko'pincha bizning suv, badandagi suv taraz besib ketadi. Bu suvga har kuni bilib bilmay o'rlab oldi va yoki to'vallaydi. O o'rlab olsa, siz ko'nglingizda samirib ketaman deb xato tushunib qalsız. O tushsa men o'riqlab o'tibman deb o'ylab qalasiz. Tarazning ustiga bir haftada bir qitim chiqib unda qarab baqsangiz bo'ldi. Qolgan vaqtda bel aylanmani o'lsangiz xatolashmaysiz. Ikkinchisi, 16 qo'shilgan 8 degan chingduan shu usul bor-ku, ya'ni bir kunda yeyotgan 3 vaqt tomoqni 8 soatning ichiga yig'inchoqlash degan. Bu hargizmi sizni tomoq yemang, boshqa vaqtlarda tomoqni azayting degan gap emas. Bu faqat sizning bir kunda yeyotgan tomoq vaqtingizni bir yerga yig'inchoqlang, ya'ni oshqozonda 3 oyga azroq damlash vaqtini uzarting degan gap. Agar siz 16 qo'shilgan 8 ni ishlatib, chimduan shu qildim deb biraqlam ochlik e'lon qilib, tomoqni bek parz tutib olsangiz, badanga bir yetarlik ozuqlik yetishmasa, siz quvvatsizlik yegasangiz, ya'ni kayindan po bo'lib, yana jixiyab qayta samirib ketasiz. Tomoqlarni nəhayət tampon holatda yeb turib, 8 soatning ichiga yig'inchoqlasangiz, bo'lib og'izni boshqara olmay jix tomoq yeb olganlarga bek foydasi bor. Uchinchisi, har xil meyvelarni, saylarni ezish mashinasida ezib turib, ishkiningizni bek sog'lom turmushmikin deb o'ylab qolmoqchimi? Sayko'ktatni jixyab bersangiz rost yaxshi, ammo meyvelarni biz ezib turib ichsak, uniki shikirlam qoldi. O shikar suyga aylanib ketadi. Uni ichgandagi yana bir stakan ishkingiz keldi, uni ichgandagi yana bir narsalarni yegingiz keldi, ammo ishtaharingiz texnik turaqsiz bo'ladi. Shuningcha tabiiy meyve-chevalarni shu tabiiy piti yang uni ezib suyini qilib tushirmoqchimi? U siz o'ylagandek unchalar sog'lom turmush odatiga kirib ketmaydi. Bo'lib bu o'riqlash mezgilida siz 3 vaqt tomoqdan sirt yana o'sha ezish mashinasida bir muncha narsani ezib ichsangiz, o siz texim ortiq narsa yeb oldingiz degan gap. O'riqlash u yoqda tursin, bakrak samirib ketasiz. Bir vaqt tomoqning o'rniga uni almashtirmay, normaliy tampon holatda bir vaqt tomoq yesangiz, qo'sqingiz texim yaxshi to'ydi, ishtaharingizni turaqli bo'ladi, o'riqlash texim oson bo'ladi. O'riqlash mezgilida amal va shu tabiiy tomoqlarimizni jiqraq o'riqlashtiring. 4-si, qora qahva ishkiningizga men o'riqlab ketalaydigan bo'ldim deb qolmang. Qahva degan odamni o'riqlatadigan narsa emas. U degan shu chatalliklarning bir tishi. O'sha sizning metabolizmni azroq yaxshi qildi. Qanday yaxshi qildi? Qahvani ichishni yaxshi ko'radigan odam atigini bir stakan ichib olsa, bir kun kayfiyati shundoq yaxshi bo'ladi, harakatlarni qiz keldi, ma'ni biz metabolizm sal yuqori ko'tarildi deymiz. Agar siz qahvani faqat yaxshi ko'rmaysiz, ammo o'riqlab qolamdimki deb zo'lab xuddi dori ichganga o'xshash ichsangiz, sizning kayfiyatingiz yaxshi bo'lmaydi, uning ustiga harakatlarni tuzuq qilmagan bo'lsangiz, uning foydasini ko'rmaysiz. Shuningcha qahva ichmoqchi bo'lsangiz, atiganlar ichib, bir kundagi o'zingizning badanniki inkasini, sadosini bir kuzib beqing. Agar yana burunqi o'xshash ahvol bo'lsa, o qahvaga pek cho'ng umid kutib ketmang, o odamni o'riqlatadigan narsa emas-chimi, u degan faqat shu choyga o'xshash bir ichimlik. 5-si, eng muhimi, ya'ni meni o'riqlatadigan bir mahsulot bormikin deb buni diqqatingizni bu xatoyaga markazlashtirib olmang. Sizning samirib ketishingizga birdan bir sabab, yana ham shu o'zingizni boshqara olmay bakjiq narsalarni yavag'ash samirib ketdingiz. Shu vaqt tomoqdan sirt ortiq narsalarni bir to'xtatib, shu vaqt tomoqni bak mayliq, bak ximirliq qilib etmay, muvofiq miqdorda yesingizlar, ig'irlik asta-asta o'zligidan tushadi. Bu dunyoda joyilsimiz, irsiyat xarakterlisimiz deb gap yo'q. Bizga faqat irsiyat qildig'ini cho'nglarning turmush odati, shu tomoqni chixyaydigan odati. Mush odatimizni o'zgartsaklam o'riqlab ketalaymiz. Ilmiy ozuqni o'riqlaydigan dars kimning yangisan boshlanadigan necha kilo vaqt qoldi? Ündidarni qo'shib menla aloqalassangiz bo'ldi. Sog'lom usulda bila o'riqlaydi. Bilamdi?